Bu inson tanasidagi parazitlar. Bu parazitlarni yo'q qilish uchun bir choy qoshiq asalni olib stakanga solamiz va biroz suyultirib olamiz. Uni pipetkada olib parazitlarni ustiga tomizamiz va mikroskop ostida jarayonni kuzatamiz. Ya'ni asalli suv tomizilgandan so'ng 15 daqiqa davomida parazitlar to'liq nobud bo'ladi. Bunday parazitlar har bir inson tanasida bo'ladi va bularni kamaytirish uchun siz bir stakan iliq suvga bir choy qoshiq toza tog' asalini solib ertalab och qoringa ichib yurishingiz tavsiya etiladi. Kechki 6 dan so'ng meva-sabzavotlar yeyiladi va ertalab asalli choy ichiladi. Shunda natijasi siz kutgandek bo'ladi. Sihat, salomatlik tilaymiz. Hamisha sog' bo'ling.